nima qilyapsiz? Ha. Pul beray yo. Amak, mana shu yerga qo'ydim. 1,5 soatdan beri mashinam turibdi. 10 ming so'rayapti. Mana yerga bozorlikka kirdim. Bozorlik qildim. 5 ming pulim yetmayapti. Shu 5 ming bilan qo'yib yubor. Men klient mana shu yerda. 5 ming beray desam yo'q deydi-da. Nima qilyapsiz? Ha. Pul beray yo. 5 ming qo'shasiz. Mayli 5 ming qo'shing mayli. 10 ming berasizmi yo'q? Yana Mayli. Omon bo'ling. Devam. Siz rozimisiz? Ha? Rozimisiz? Otingiz kim? Erkin. Erkin aka. Rahmat lekin men 5 ming pulim yetadi deb o'yladim. Endi shunday bo'lib qoldi-da. Bu pulni hali qaytaraman. Mayli, xo'p. Doimo shu yerdamisiz? Qanchadan beri ishlaysiz bu yerda? Nech pul ishlaysiz bir kunda? 100 ming. Mana shu 10 mingizni olib qo'ying. Ya nimaga? Mana shuni olib qo'ying. Aha, kerak edi-ku. Hayding. Bu shunchaki bitta oddiy sinov edi. Mayli. Men niyat qilib chiqqandim shu bugun bir kishini xursand qilaman deb. O'sha haqiqatan ham muhtoj, ko'ngli toza, o'zida ko'p bo'lmasa ham bir kishiga yordam beradigan odamga yetsin dedim-da. Amaki, mana shu yerda bozorlik qildim. Kimga berasiz? Bolalarga ham tarqataman. Hozir bu sizga berayotgan narsalarimni bolalarga ham tarqatasiz. Bir o'zim yo'qmayman. Hammasini o'zingizga olib qolsangiz-chi? Bo'lmaydi-da. Rizqimga yarasha olaman, qolgan bolalar oladi. Men meva cheva qoldiraman. Mayda. 3 kishi bor bu yerda. 4-5 kishi, 3 kishi bor. O'sha 3 kishi bilan tarqatmoqchisiz. Ish qilib bir o'zingizga olib qolmoqchi emassiz, to'g'rimi? Yo'q, bu shuncha narsa. Siz boy odam ekansiz. Nafsi to'q odam aslida boy odam deyiladi-da. Mana shu sizdaqa odamlarni men izlab yuraman. Shu bersam joyiga ursin. Amak, sog' bo'ling. Qo'lingiz to'ldi, bilaman, yaxshilabda duo qilib berardingiz, lekin bizni duolarda eslab turing. Erkin amak, ishlaringizga omad. Xo'p. Mayli, Alloh taolo shu baribir martabangizni ulug' qilsin. Amin. Qadar modara nevara chevara o'zgarishadi. Allohu akbar. Erkin amak, sog' bo'ling. Hay, ishlaringizga omad. Katta rahmat.